Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. O'smirlar 23 Osiyo Kubogiga 2 yosh kichik tarkib bilan yo'l olgan O'zbekiston yoshlar terma jamoasi turnirdagi ilk bahsini Livanga qarshi o'tkazdi. Ravshan Haydarov shogirdlari mazkur bahsda kichik hisobda g'alabani qo'lga kiritishdi. Uchrashuvning 24-daqiqasida jamoamiz olis masofadan zarba yo'lladi. Osmon qaytargan to'pni Amirbek Saidov yaqin masofadan darvozaga joylab hisobni ochdi. Ikkinchi bo'limning dastlabki daqiqalari jamoamiz uchun omadli bo'ldi. Dastlab jamoa sardori Ravshan Xayrullayev kombinatsiyani samarali yakunlagan bo'lsa, 57-daqiqada Sardor Bahromov olis masofadan kuchli zarba berib hisobni yirik ko'rinishga keltirib qo'ydi. Shundan so'ng jamoamiz o'yinni biroz susaytirishdi. Bundan esa livanliklar foydalanib qolishdi. 65-daqiqada Leonardo Shaxin jamoasining ilk golini kiritdi. Ikkinchi bo'limda qo'shib berilgan 5-daqiqada esa ushbu futbolchining o'zi jarimadan yetkazilgan uzatmani bosh bilan darvozamizga joylab qo'ydi. Yakuniy hisob 3-2. Shu tariqa Ravshan Haydarov shogirdlari 3 ochko bilan turnir jadvalida peshqadamlik qilmoqda. Guruhning ikkinchi uchrashuvi Janubiy Koreya va Eron o'rtasida bo'lib o'tdi va ushbu bahsda hisob ochilmadi. Jamoamiz keyingi turni 10-yanvar kuni Eronga qarshi o'tkazadi. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da boshlanadi. O'zbekiston-Livan uchrashuvidan keyin Ravshan Haydarov va Said Umarxon Saidnurullayev matbuot anjumanida ishtirok etib, o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Bugungi o'yin boshida qiyin bo'ldi, lekin bizga kerak bo'lgan 3 ochko qo'lga kiritildi. Raqiblarning o'yinini kuzatamiz albatta. Qanday o'ynashi, hisob qanday? Bu muhim. Lekin biz o'z o'yinimiz bo'yicha oldinga qadam bosib borishimiz kerak. Keyingi raqib Eron. Yigitlarning tiklanishi bugundan start oladi. Bugun xatolarga yo'l qo'ydik. Bunga zaxiradan tushgan yigitlarning hayojoni sabab bo'ldi deb o'ylayman. Bu vaqt davomida to'g'rilanib boradi. Eronning Koreya Respublikasiga qarshi o'yinni tahlil qilamiz. Bolalarcha qilgan xatolar Eronga qarshi o'yinda takrorlanmaydi deb umid qilaman. Keyingi uchrashuvda ochkolar olishimiz kerak deb o'z fikrini bildirdi Ravshan Haydarov. Angliya Premyer Ligasining 21-turida Manchester City o'z uyida Brighton jamoasini qabul qilib, 1-1 hisobda durang qayd etdi. Ushbu bellashuvda o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov asosiy tarkibda maydonga tushib, to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Uning o'yini shaharliklar tomonidan yuqori baholandi. Abduqodir Husanov Manchester City himoya markazida juda puxta va ishonchli o'yin namoyish etdi. Himoyachi tezlik va kuchni mahorat bilan uyg'unlashtirib, xavfli Brighton hujumlariga qarshi juda samarali harakat qildi, deb yozdi Cityning rasmiy sahifasi. Shuningdek, u uchrashuvning eng yaxshi futbolchilari qatoridan ham joy oldi. Ma'lumot uchun Josep Guardiola shogirdlari turnir jadvalida qilich ochko jamg'arib 2-o'rinda bormoqda. Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola uchrashuvdan so'ng markaziy himoyachilarni maqtab o'tdi. Ular nihoyatda yaxshi o'ynashdi. Abduqodir aql bovar qilmas darajada harakat qildi. Uning uzun uzatmalari bizda ko'p yordam berdi. U butun maydonni boshqarib turdi. U hali ulg'ayadi. U ko'proq hujumlarni tashkil etishda ishtirok etishi lozim. Bu esa faqatgina vaqt masalasi. U bugun eng yaxshi o'yinchi bo'ldi. Afsuski, bugungi uchrashuvda g'alaba qozonmadik. Biroq hali bizning g'alabalarimiz oldinda, deb fikr bildirdi murabbiy.